Telegram sirlari, ya'ni 5 sirni o'rganib o'tamiz. Hammaga salom, sizlar bilan Neviruz va bugungi videomizda o'rtoqlar, menimcha juda ham qiziq mavzu deb o'ylayman. Ya'ni video boshidan mana shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosing, kanalga esa obuna bo'ling. Biz esa videoni boshladik. Buning uchun bizga ikkita chiziqcha kerak bo'ladi va kerakli bo'lgan so'zni kiritamiz va oxiriga ham bitta chiziqcha qo'yamiz. Bu holat xabarimizni aynan ko'rinmas holat yuboriladi. Bundan tashqari ikkita yulduzcha qo'yamiz va kerakli bo'lgan so'zni kiritgan holda ikkita yulduzchani yana kiritamiz. Bu holatda xabarimiz albatta kattaroq ko'rinish etib boradi. Bundan tashqari funksiyani o'rganib o'tamiz. Ikkita to'lqincha kiritamiz va kerakli bo'lgan so'zni kiritgan holda albatta ikkita to'lqincha qo'yadigan bo'lsak, xabarimizning ustiga aynan mana shunaqa chiziq to'pilgan holda yuboriladi. Bundan tashqari kerakli bo'lgan so'zni kiritamiz va ustiga bosgan holatda albatta formatlash menusini bo'lsa, bu yerda esa qalin, qiya va bundan boshqa havola kiritishimiz ham mumkin. Shu holatlarda imkoniyat yaratib beradi. Xo'p, qiya holatini kiritadigan bo'lsak, xabarimiz mana shu ko'rinishda yetib boradi. Menimcha videomiz sizlarga foydali bo'ldi. Video foydasi tekkan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishga arziydi. Sizlar bilan Neviruz kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.